Salom do'stlar, sizlar bilan yengilmas Roblox. Bugun biz Robloxda Sirena Bosh bilan o'ynaymiz, ya'ni afsonaviy maxluq bo'lgan Sirena Kaga. Ushbu video juda qiziq bo'ladi va biz Sirena Boshga qarshi kurashamiz. Afsonaviy maxluqqa qarshi. Like va obunani bosing, biz boshladik. Mana do'stlar, biz o'yinga kirdik. Juda qo'rqinchli, to'g'rimi? Bu yerga Sirena Bosh bor va u o'yinchilarni o'ldiradi. Bizning vazifamiz unga qarshi kurashishdir. Mana bu uyga borib qurol sotib olish kerak. Qurol sotib olamiz. O'yinchi. Bu yerda nafaqat Sirena Bosh, balki karton ket ham bor, ya'ni qotil mushuk. O'yinchilar himoya tizimini juda yaxshi tanlashibdi, ya'ni ta'mirlashibdi. Mana bu kishidan biz qurol sotib olamiz. Xo'sh, nimangiz bor? Qurollari yaxshi. Bizda o'zi qancha pul bor? 250 so'm ekan. Bu 100 so'm. Xo'sh. Hozircha faqat to'pponchaga pulimiz yetar ekan. Albatta pul yig'ib, boshqa avtomatlarni ham sotib olamiz. Hozircha faqat oddiy to'pponcha. Pul yig'ib boshqa avtomatlarni ham sotib olamiz. Hozircha shu bilan o'ynaylikchi, yana pul yig'amiz. U shu yoqqa atrofda. Do'stlar, Sirena Bosh shu yaqin atrofda. U albatta bizni o'ldirish uchun shu yaqin atrofda yuribdi. Tepaga chiqaylikchi. Ular qayerga o'tishyapti? Biz ham yuqoriga chiqib ko'ramizmi? Ehtiyot bo'lish kerak. Menimcha maxluq u tomonda shekilli. Sandiq. Qayoqqa ketdi? Bu yana nima bo'ldi? Mana u qotil mushuk. Albatta uni o'ldirishimiz kerak. Mana u tegizdim.
şu yerda. Sandık. Umarım şu içide. Bunu öldürüşümüz gerek. Bu qayerda oyun bildi. Onu çıkardım manumunun kolu. Böyle kiriş eşiği kanı yüzü. Onu içkarda kapat koyuşuptu öncüler. Bana dostlar o şey yaramaz müşük. Bizim otu öldürüşümüz gerek. Bana sen gel. Yoktu da oldu. Bana oh. O minus. O minus yine oldu. Bana sen gel. Mana. Gel. Oh. Mana sen gel. Değdi. Mana sen mana. Boshlanuvchilar ham kelishdi. Keling uni birga o'ldiramiz. Mana sen gel. Hayır, biz müşkünü yendik. Yaşasın. O eşkin kim yapıp koydu? Biz müşkünü yendik. Ekranı sirena boş bor. Onu ham yengish kerak hali. Hop. O ham tez orada hujumga o'tadi. Tayyorgarlik ko'rish lozim. Eshikni kim yopib qo'ydi axir? Uni olib tashlab biladimi? Mana chiqib ham oldik. Biz sandiq qidirishimiz kerak. Sandiqdan foydali narsalar tushadi. Kunduz ham bo'ldi. Endi biz xavfdan xolimiz. Kunduz kuni mahluqlar hujum qilmaydi. O sandiq. Uni ishdan nima chiqdi? Hech narsa chiqmadi-ku. Balki yuqoriga chiqish kerakdir. Yuqoridan atrof juda yaxshi ko'rinadi. Mayli, chiqish shart emas. Sandiq-ku. Ilohim ishdan narsa chiqsin-da. Nima chiqdi? Qo'yil, nimadir chiqdi.
Bu o'zi nima bu? Pul chiqdi shekilli qo'yil. Pulimiz 319 bo'ldi. Tezroq yangi avtomat sotib olsak ham bo'ladi. Bu yana qanday uy bo'ldi? Eshik ochilmas ekan. Sandiq. Quyosh botyapti. Hozir mahluqlar yana hujumga o'tishadi. Sandiq olib ketdi. Mendan oldin ulgurdi o'tishga. Mana bu yerni ham bir ko'raylikchi. Mashina. Nima chiqsa biladi. Ayol bo'lmas ekan. Chodirlar bor ekan. Mahluq hujumga o'tdi shekilli. Ehtiyot bo'lish kerak. Sandiq. İçinden pul yo'q avtomat chiqsa zo'r ish bo'lardi. Bundan ham hech narsa chiqmadi. Oldinroq kimdir olib ketgan shekilli. Bu yerga chiqaylikchi. Yuqoridan yaxshi ko'rinadi hamma yoq. Nima bu? Manimcha Sirena bosh hujumga o'tdi. Biz uni albatta o'ldirishimiz kerak. Yo'q, ovozlar kelyapti. Bu yerda nima bor? Hech narsa yo'q ekan. Do'stlar, yana o'sha qotil mushuk hujum qilyapti. Uni o'ldirishimiz lozim. Yana o'sha mushuk hujum qilyapti. Menimcha Sirena bosh keyingi kundan kelsa kerak. Sandiq olib ketib ulgurmadim. Juda qo'rqinchli do'stlar. Yana eshikni yopib qo'yishibdi. Hozirgina shu yerda edi. Meni kimdir o'ldirdi. Menimcha esa qotil mushuk meni o'ldirdi shekilli. Qani o'sha mushuk? Nimalar bo'lyapti? Yana u shu yerga kirib olgan shekilli. Himoyani kuchaytirish lozim. Har qadamda hujum bo'lishi mumkin. Sandiqda nima bor ekan? Hech narsa yo'q. Mana bu yana nima bo'ldi? Bu yerda ham sandiq bor ekan. Nimadir chiqdi. Nima bu? Xo'sh do'stlar, Sirena bosh ham yangi kun hujum qilsa kerak. Do'stlar, mana Sirena bosh hujum qilyapti.
Mana do'stlar, Sirena bosh hujum qilyapti. Bazadagilarni ogohlantirish kerak. Meni o'zi tutib oladi. Qochish kerak. Bir o'zimning kuchim yetmaydi. Bazadagilarni tezroq ogohlantirish kerak. Sirena bosh hujumga o'tyapti. Shu yerga kelyapti. O'zi meni o'ldirib qo'yishi ham mumkin. Otinglar burga yaramasni. Meni taqib qilyapti. Qochish kerak. O'yinchilar, Sirena bosh hujum qilyapti. Shaylaning. Tezroq qochish kerak. Shundoqqina ortimda. O't ochinglar unga. O't och. Mana. Do'stlarimni yeyapsanmi? Mana senga. Yushingni ol. Mana senga, mana. Hamma do'stlarimni bitta qo'ymay qiryapti. Mana senga, mana. Kunduzi bo'ldi, lekin ketmayapti. Xavfli mushuk, ya'ni magnet mushuk kunduzi ketgandi, lekin bu kunduz ham ketmayapti. Bu mana ketdi, xayriyat. Tunda u yana hujum qiladi. Albatta like bilan bosing. Sirena boshga qarshi kurash davom etadi. Yana qaysi o'yinlarni o'ynashimni kommentariyada yozib qoldiring. Tun bo'lishini kutamiz va mahluqlar yana qaytadi. Do'stlar, mana tun ham bo'ldi. Endi mahluqlar hujumga o'tadi. Biz esa ularni ovlaymiz. Mahluqlar shu yoq atrofda. Ularni topib o'ldirish kerak. Menimcha mahluqlar hali daryodan u tomonda bo'lsa kerak. Shu yaqin atrofda ko'nglim sezyapti. Sandiq-ku. Ichidan nima chiqarkin? Qoyil o'q chiqdi. Yana bitta sandiq. Omadim kelyapti. Lekin bundan hech narsa chiqmadi. Hozircha mahluqlardan darak yo'q. Bu sandiqdan nimadir chiqarmikin? Mana minoraga chiqib bir atrofni ko'zdan kechiraychi. Balki mahluqlar ko'rinar. Mana Sirena bosh. Mana senga. Bu sandiqning ichida nima bor ekan?
Mana senga. Meni ko'rdi. Meni ko'rdi. Qochib qol. Meni o'ldirish uchun kelyapti. Tezroq qochish kerak, qochish kerak. Mana senga. Mana. Uni ba'zamizga aytaman, do'stlarim bilan uni mag'lub etamiz. Tezroq. Meni tutib olib o'ldirmasdan yana. Mana do'stlarim unga o'q uzishyapti. Yetay deb qo'rqdi. Yugur. Tutib olmasin, o'ldiradi, tutib olsa. Xayriyat, yetib keldim. Qanday atinglar bilan mahluqni. Bunisi yana nima bo'lib o'ldi? O'ylab bu mahluqni bu yonga birinchi marta ko'rishim. Oy. Bu yonga harakatda yangi mahluqlar qo'shiladi nima bo'ladi? Mana sen, mana. Ana bu yoqqa kel. Mana sen. Mana do'stlarimning ishini bas qil. Juda qo'rqinchli mahluqlar. Mana sen, mana. Do'stlarimning ishini bas qil. Mana sen, mana. Yo'q, men tutib oldi. Yo'q. Qochish kerak. Men yarimdan ko'p jonim ketgandi. Yana bir marta men tishlasa o'lib qolaman. Mana sen, mana. Bu o'quvchilar bilan matematika. Do'stlarimning ishini bas qil. Mana sen, mana. La'nati sirena kalla. Ana o'q mahluqqa tegirsa, o'qni tegirishim qiyin ekan. U nima qilyapti? Bitta uchun tutib olganmi? U qo'yil. Biz sirena boshlayapmiz. Mana. Sirena bosh yutqazyapti. Qo'yil, yana biroz. Mana. Shupayt. Qo'yil, biz sirena boshlaydik. Tong otdi. Mana mahluq qolgan ekan-ku. O'zini ham tinchitamiz. Qani bu yoqqa kel. Do'stingni o'ldirdik, sen ham cho't emassan bizga. U uchib bilan ekan. Daraxtning ustiga chiqib ketdi. Yana qaytib keldi. Unga o'q tegirishim qiyin ekan. Mana senga, mana. Oy. Bu uchishni bilar ekan. Voy la'nat-ey. Mana sen, mana. Tegmayaptimi o'tgan o'qlar. Unga o'q tegirish juda qiyin ekan. Mana sen, mana. Birorta ham o'qim tegmayapti. Kunduz bo'lsa ham ketmas ekan. Qani bu yoqqa kel, shupayt ochish kerak. Mana. Uni qo'rqinchliligini. Qalay? Mana senga. Menga qarayapti. Men to'g'ri kelyapti. Yo'q. Nimalar bo'lyapti?
Biz qayerdamiz? Nimalar bo'lyapti? Mana sen la'natim, o'lib ket. U bizni qayerga keltirdi? Biz qayerdamiz o'zi? Nimalar deyapti u? Inglizcha gapiryapti. Mana sen, mana. O'lib ket, o'l. Unga biz otganlar ham ta'sir qilmayapti. Uy. Yana uyga paydo bo'ldik. Uy. U ham qochib ketdi. Oxiri uni ham yengdik. Mana qochib ketdi. Do'stlar, bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like va obunani bosing. Biz Sirena boshni ham, mana bu sherigini ham yengdik. Like va obunani bosing. Xayr, keyingi videogacha omon bo'ling.